Assalomu alaykum YouTube kanalini ko'ruvchilar, hammaga xayrli kun. Men Kamila gulimni katta tuvakka ko'chirib, boshqa o'tqizgan edim. Mana sal kun ozgina tushadigan tomoniga qo'yib ko'rgan edim. Bo'lmas ekan, barglari kuyib ketdi, uch-uchlari. Mana gulga kelyapti, g'unchaga qaytalatdan, ana g'unchalari ham katta bo'lib qoldi. Sizlar ham bu Kamila guli attavini yoqtirmaydi, attavga qo'yib yurmanglar. Prямо kun tushadigan joyga qo'ymaslik kerak. Hozir men nayestiga olib qo'ydim. Yana gullashga kelyapti. Yana gullaganda, o'tgan safar gullaganlarni ko'rsatib video qilib bergan edim. Endi hozir mana yana qaytalatdan buton kelyapti. Shularni mana video obzor qilib bering. Kamila gulingiz nima bo'ldi deb so'rashgan edi. Shuni video obzor qilyapman. Sizlar ham mana shunday qilinglar, sayoratga qo'yinglar, attavga qo'ymanglar. Attavga qo'ysanglar mana bariklari uch-uchlari kuyib qoldi. Endi bu mana qaytalatdan gullab ubuq bo'lgandan keyin bu bariklarni olib bir qator strishka qilib qo'yaman. Sizlar ham mana shunday ko'rib o'rganib yeringlar mana shunaqalarni.